Nima yopishaveradi mana bu? Jahl bilan tayyorlangan sinabon o'rgataman. 1 stakan iliq sut, choy qoshiq droji yaxshilab singan vejikda aralashtirib, atiga bittagina tuxum qo'shamiz. Yarim stakan shakar, kakao, un. Yaxshilab aralashtirib, jonga tegadigan yopishqoq xamir qilamiz. Ketidan yarim stakan sariyog mix qilib olamiz. Bularni hammasini 1 soatga tindirib, alamimizni stoldan olamiz. Bugun o'zi настроением yo'q, nimaga bilmadim. Buni ham tushirib olib, nachinka tayyorlaymiz. Sariyog, koritsa, shakar, kakao. Hammasini qo'shib, aralashtirib tayyor qilib olamiz. Dam olib kelgan negr xamirimizni yoyib olib, xavotir olmanglar, o'zi shunaqa qalin bo'ladi. Vau, buni xamircha, ko'mircha bo'lib qolganini-chi. Nachinkamizni qoshiqlab solib, bir tekis qilib yoyib chiqamiz. Rulet qilib o'rab chiqamiz. Bugun nima kuni? Hammasi chappa ketyapti. Tez bularni kesib, chiroyli qilib joylashtirib olib, ozgina joy qoldiringlar, zich bo'lib qolmasin. O'zimni maqtab olib, qo'li gul qizmanda deb duxovkaga 180 gradusga 40 minutga tiqib yuboramiz. Voy, bularni hech qaysi joyda topolmaysizlar. Shirin bo'lib ketmasligi uchun ustiga smetana surtib, shokoladimizni ustidan quyib chiqamiz. Vau, zebra pirogga o'xshadi, esinglardami? Shunaqa pirog. Ustiga esa Vyetnamdan olib kelgan mangolarimni to'rab, pankeklarga o'xshatib qimirlatib olamiz. Yumshoq, mo'miqqina bo'lib chiqqanini-chi. Обязательно bizani degustatorimiz tiqilib olib, sizlarga yeb ko'rsatib, 10 baho berib surib ketdilar. 15 minutda tez somsachalarni pishirib olamiz. Lavash bariklarini tayyorlab olib, ismalog'imizni archishga o'tib ketamiz. Yaxshilab yuvib olib, piyozlarimizni archib to'rayotgan paytimiz, ko'zlarimiz achishib ketayotgan paytda ana bolani chaqirib olamiz. Ularni yaxshigina ishlatib, miskamizga solib olamiz. Ismaloqlarimizni ham qo'ldan kelguncha mayda to'rab, hammasini qo'yib aralashtirib, yog'imizni, tuzimizni, qora murch, qizil murch qilib olib, yaxshilab ezib olib, lavash bariklarini yoyib olamiz. Nachinkamizni solib, ikki tomonidan yopib o'rab olamiz. Ishoninglar, hammasini o'rab olishga 2 minut ham ketmaydi. Tez tuxumchani chaqib, aralashtirib, ustiga surtib, uyimizda gram qolgan sedanani ustiga sepib, 10 minutga qizarguncha duxovkaga tiqib chiqaramiz. Bay, buni shiqirlashini tegiga olmaganini bitta ko'rsatib, chiroyli tarelkaga terib chiqamiz va uyimizda 24/7 ga och bo'lib yuradigan odamni degustatsiyaga taklif qilib yuboramiz. Va 15 minutlik qarsildoq somsachalarimiz tayyor. Voy. Mana oshqozonimcha yengillaydi. Nima bo'ldi? Obuna bo'linglar. Erjonim uydan haydab yuborar ekanlar. Qachonki bu pishiriqni pishirib berishdan bosh tortsam, yaxlab qolgan kartoshkalarimizni artib, to'rtburchak kesib, pinkiga bera olmaydigan sabzilarimizni archib, to'rtburchak qilib kesib olamiz. Hammasini tarelkaga solib, aralashtirib, zelenni sevishimni ko'rsatib ketamiz. Boya so'yib kelgan tovug'imizni filesini olib, konnichiva qilib olib, tapaga yog' solib, go'shtimizni tashab, tuz, paprika bilan ikki tomonini qizartirib olamiz. Voh. Steykimizni olib qo'yib, yana ozgina xorazm yog'ini solib, ketidan kartoshka sabzimizni qovurib olamiz. Qizargan sochni steyklarimizni mayda qilib to'rab olib, kartoshkaxonlarimizni yoniga jo'natib yuboramiz. Yaxshilab aralashtirib olib, ketidan to'ralgan piyozimizni solib, dimlab qo'yamiz. Ungacha tayyor slayonni xamirimizni olib, shunaqa qilib yoyib olib, to'rga bo'lib olamiz. Xohishga qarab smetana solsangiz bo'ladi. Tez listimizni tayyorlab, xamirimizni qo'yib olib, ichiga nachinkani solib olamiz. Yaxshilab ichini to'ldirib olib, ustidan xamirni yopib, vilka bilan konvertimizni kleylab olamiz. Ustini shunaqa bosib, to'g'rilab olib, ustiga tuxumimizni qizartirib surib chiqamiz. Teshikchala qilib olib, 180 gradusga duxovkaga tiqib chiqaramiz. Erjonimning ujini tayyor, sevib qatlama konvertlarini pappas tushiradilar. Bu retseptni saqlab qo'yib, uydagilarga обязательно pishirib beringlar. Pinterest pirogi atiga 3 ta stakandan. Kechasi soat 2 lekin men bu narsani yemasam bo'lmasdi. 1 stakan shakar, 1 stakan iliq sut va yana 1 stakan yog'. Shoshilmasdan vanilin, razrixletil solib aralashtirishni boshlaymiz. Ketidan 3 ta tovuq tuxumni chaqib, aralashtirib, venchik ulgurib parrot qilib yubordi. Vaysani mayli boshsiz ham aralashtirib tashladim. Wife husband bakalarni olib, unlarni sepib, miskamizni ichiga solib olamiz. Shetda ehtiyot bo'lib aralashtiringlar, quyuq bo'lib ketmasin. Mana xuddi shunaqa bo'lib chiqishi kerak. Tez qolbimizni olib, pergament tashab, massamizni quyib olamiz. Shunaqa urib qo'yib, mevalarimizga o'tib ketamiz. Hammasini tez yuvib olib, to'rga bo'lib olib, xamirimizni ichiga tashab chiqamiz. Klubnikani mazasi undan un. Tarelkaga 3 qoshiq shakar, 1 stakan un va 4 qoshiq slivichni yog'. Hammasini solib, aralashtirib, kroshka qilib olamiz. Buni vidiga qaranglar, tez hamma joyini to'ldirib olib, duxovkaga 180 gradusga 40 minutga jo'natib yuboramiz. Boy. Bu men pishirgan eng zo'r pirog. Точно birinchi o'rin Bobur akaning ko'zlari chiqib ketay dedilar. Кто такая deb tez kesib olib, qimirlatib olib, morojniy yasal surtamiz. Mazasi idealni, tez kotimizni ko'tarib tayyorlab ko'ramiz. Obuna bo'lib qo'yish esinglardan chiqmasin. Qillab turadigan ujin pishiramiz. Formochkamizni olib, asolib to'ldirib sabzavotlarni olamiz. Bolgarskilarimizni tozalab olib, stolga taqillatib olib, salominka qilib kesib chiqamiz. Shap qilib olib, ikkinchisini ham xuddi shunaqa qilib olamiz. Osmonga shef powerlarday otib aralashtirib olib, piyozlarimizni archib olamiz. Mayda parrak qilib to'rab olib, sochni pomidorchalarimizni ham shunaqa qilib to'rab olamiz. Manda kinza, sizlar любой zelenni ishlatishingiz mumkin. Отдельно mayda piyozchalarimizni to'rab olib, ustiga tuz sepib, farshimizni solib aralashtirib olamiz. Murch, tuz qilib olib, kotleta shaklini beramiz. Tayyor qilib olib, boya
to'ragan sabzavotlarimizni ichiga ozgina yog' bilan zapravka qilib olamiz. Bir ложка tomat solib, qo'limiz bilan ezib chiqamiz. Voy, buni hidini. Tez formichkamizni olib, ichiga solib, tekislab, kotletamizni ustidan terib chiqamiz. Ustiga xohishga ko'ra kunjut sepib, shunaqa apetitni ujinimizni duxovkaga tiqib chiqaramiz. Ana bilqillab, hidlari, so'klari ishtahani ochib yuboradigan darajada. Shu paytda o'zimni ushlamay, hech kimni kutmasdan o'zim paqqos tushirishni boshladim.